bez montaj holatda shundayligicha YouTube'ga joylaymiz. Bu sotuvga bog'liq bo'lmagan KPI puli. Sotuv bo'limidan hozir talab qilgandaqa HRdan, marketologdan, moliyachidan talab qilinishi kerak bo'lgan raqamlar. Bugun sizga ko'rsatgan mana shu cheklistimni, undan tashqari mana buni KPIni, undan tashqari mana bu prezentatsiyani va bundan tashqari mana bu sotuv bo'limi rahbarini cheklistimni 4 ta narsani videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun o'zim kanalimga joylab qo'yaman. Assalomu alaykum barchaga. Ismim Arabboy. Tizimlashtirish bo'yicha va boshqaruv bo'yicha 4 yillik tajribaga egaman. Shu vaqtgacha CEO, HR lavozimlarida ishlab kelganman va hozir umumiy holatda boshqaruvda, biznesda sotuv bo'limi rahbarining o'rnini mana shu video orqali tushuntirib o'tmoqchiman va bu videoni o'zi aslini olganda o'zim hozirda yangi qurayotgan sotuv bo'limiga qo'yilayotgan sotuv bo'limi rahbari uchun tayyorlayotgan edim. Lekin qolganlarga ham manfaatli bo'lsin degan maqsadda buni YouTube'ga chiqaryapman. Endi bu yerdagi ma'lumotlar shunaqa ma'lumotlarki, men bir qancha sotuv bo'yicha o'qigan ma'lumotlarim hammasi birlashtirilgan va mana shu videoda ko'rsatishni maqsad qilganman. Shu vaqtgacha qancha joyda sotuv bo'yicha ma'lumot o'rgangan bo'lsam, boshqaruv bo'yicha, analitika bo'yicha hammasini mana shu videoda aynan sotuvga oid qismlarini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, sotuv bo'limi rahbari o'zi qanday ishlash kerak degan savolga shu videoda javob topa olamiz. Xo'p, sotuv bo'limi rahbari nazorat qilishi kerak bo'lgan asosiy 4 ta ustun bor. Birinchisi operatsion boshqaruv, ikkinchisi inson kapitali, uchinchisi analitik va qat'iylik va strategik moslashuv hisoblanadi. To'rtinchisi. Operatsion boshqaruv deganda u lidlarning taqsimoti, CRM gigiyenasi, ya'ni CRM qanaqa to'g'ri ishlatilayotganligi va loyiha oldi nazorati hisoblanadi. Inson kapitali deganda odatda mana shu sotuvga olib keladigan uslublardan spin mashqlari, skript xatolarini aniqlash, birga bir spektakl orqali sotuvchilarni rivojlantirish bu o'sha inson kapitaliga kiradi. Ya'ni buni maqsadi shuki, insonni, sotuv menejerlarini kuchaytirib borishga qaratilgan hisoblanadi. Spin mashqlari orqali skriptdagi xatolarni aniqlab boradi doimiy ko'rinishda. Va mana shu xatolarni aniqlagandan keyin birga bir o'tirib, ya'ni sotuv bo'limi rahbari o'zini sotuv menejeri bilan o'tirib spektakl qiladi ana shu xatolar ustida. Shu orqali demak sotuvchini rivojlantirish mumkin bo'ladi. Analitik va qat'iylik sotuv bo'limi rahbariga juda ham muhim. U doimiy nazorat qilishi kerak. Tushumlarni, qarzdorliklar tushumga nisbatan qanchani tashkil qilyapti, kelishuvdan qanchasi tushum, qanchasi qarzdorlikka olib ketayotganligi, nasiyalarni, har bitta qo'ng'iroqni konversiya vaqtini, hammasini tahlil qilib borish kerak bo'ladi. Bularga har biriga batafsil to'xtalamiz va strategik moslashuvchanlik sotuv bo'limi rahbariga kerak bo'lgan ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Bu hajmga emas, konversiyaga, real sotuv olib keluvchi kanallarni aniqlashga, budjetlarni boshqarishga harakat qilish kerak bo'ladi. Buni qanday qilishini ko'rib chiqamiz. Mana shu 4 ta narsani sotuv bo'limi rahbari to'g'ri bajaradigan bo'lsa, sotuvdagi sistema to'g'ri ishlab turadi va bularni har birini qanaqa qilishini ko'rib chiqamiz. O'zim sotuv bo'limi rahbarimga berayotgan tavsiyam, lidlarni ertalabdan masalan, lidlarni taqsimlash bilan band bo'ladi u. Ertalab kelib, yangi lidlar bazasini qanaqa ko'rinishda taqsimlash kerak desa, menejerlar ayni vaqtda jarayonda lidlari bor yoki yo'qligini tekshiradi. Agar ularni jarayonda ishlayotgan lidlar bor bo'lsa, mana ha bo'lsa deyapti, kutadi. Avval jarayondagi lidlarni yakunlashga sotuvchilarga urg'u beradi, topshiriq beradi. Ana undan keyin jarayonda lidlari yo'q bo'lganlari bilan qanaqa ishlaydi desangiz, ularni ikkiga ajratadi. Menejerlarning o'rtacha konversiyasini, ko'rsatkichlarini qaraydi. Agar o'rta konversiyasi yaxshi bo'lsa, ko'rsatkichlari yaxshi bo'lsa, menejerlarning jarayonda lidi bo'lmasa, mana bu tomonga qarab harakat qiladi. Eng ko'p va sifatli lidlar ularga taqsimlanadi. Ya'ni sotib olishga tayyor bo'lgan mijozlar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa mijozlar. Yoki bo'lmasam ozgina dajim qilsangiz, ozgina to'g'ri tushuntirish, to'g'ri yondashuv qiladigan bo'lsangiz, sizdan sotib olishga tayyor bo'lgan mijozlar bor. Mana shularni yaxshi natija qilayotganlarga berish mumkin bo'ladi. Va shunday pulini olib qo'ysa bo'ldi bo'lgan mijozlar bo'lishi mumkin. Sotuv bo'limi rahbari mana shunday mijozlarni natijasi uncha yaxshi bo'lmayotganligi ham berishi mumkin. Nima maqsadda? Ularni natijasi uncha yaxshi bo'lmayotgan sotuvchilarga bersa, pulini olib qo'ysa bo'ldi edi, pulini olib qolishadi va o'ziga nisbatan o'sha sotuvchining ishonchi oshadi. Natijada sotuvga yana ham ruhlanib ketadi.
Mana shunaqa holat uchun lidlarni sotuv bo'limi rahbari sotuvchilarga to'g'ri taqsimlashi muhim hisoblanadi. Yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Bu hozir ko'rsatilayotgan barcha tushuntirishlar, barcha ma'lumotlar hammasi kol sentrda sotuv bo'limi rahbari vazifasini bajaruvchi roblar uchun tegishli. Offlayn holatdagi sotuvlarga aloqasi yo'q. Endi menejerlarning 10 ta konversiyasi pars bo'ladigan bo'lsa, ularga standart miqdordagi lid beriladi. Ya'ni o'zi odatda qancha lid berish kerak bo'lsa, shuncha beriladi. Ularga ko'paytirib yuborilmaydi va ularga coaching tayinlanadi degani, ular o'zini ustida ishlashi uchun ularga maxsus topshiriqlar berib, o'zi dars o'tib berishi mumkin yoki bo'lmasam qandaydir video darslardan o'rganib kelishni vazifa qilib berishi mumkin bo'ladi. Undan keyingi bosqich ikki yoqlama nazorat, loyiha va CRM deyilyapti. Loyiha nazoratiga keladigan bo'lsak, mijozga va'da qilinayotgan barcha tariflar mavjudligini aniq bilish kerak sotuv bo'limi rahbari. Tarifda berilayotgan barcha narsalar real mavjudligi va mijozga o'z vaqtida berilayotganligini tekshirish kerak. Juda ko'p mijozlarni sotuv bo'limidan norozi bo'lib qolishiga sabab bo'ladigan omillar bor. Masalan, sotuvchilar va'da qilishadi va ular qilayotgan va'dani 80% ishxona tomonidan haqiqatda mijozga beriladi. Qolgan 20%ni sotuv menejeri o'zi qo'shimcha qilib qo'yayotgan bo'ladi. Oshiqcha kutib berib yuborayotgan bo'ladi. Bu yolg'onga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Natijada nima bo'ladi? Mijozni sizdan ko'ngli qoladi va sizni mahsulotingizni keyingi safar sotib olmaydi, boshqalarga ham sotib olmaslikka tavsiya qilishni boshlaydi. Bu joyda teskari sarafan radio ishlab ketadi. Mana shunaqa holat bo'lmasligi uchun buni hammasini rob nazorat qilib turish kerak bo'ladi. Sotuv menejerlari oshiqcha va'da bermayotganligini hamda sotuv menejerlari tarifda berayotgan mana bu narsalarni sizga beramiz, bu tarifni olsangiz yoki bu paketni olsangiz deb turib taqdim qilayotgan har bitta narsa haqiqatda real holatda ishxonada mavjud yoki yo'qligini rob uni doimiy nazoratini qilish kerak. Ba'zida shunday holatlar bo'ladi. Tarif ishlab chiqayotgan paytda buni beramiz deb turib tarifga mahsulotlar qo'shiladi. Lekin ana shu mahsulot real vaqtda mavjud bo'lmay qoladi. Chunki esdan chiqib qolish holatlari bor. Mana shuni oldindan sotuv bo'limi rahbari tarif ishlab chiqilgandan keyin har birini qabul qilib olib, har biri real mavjudligini bilgan holatda keyin sotuv menejerlariga buni berishi kerak bo'ladi. Gap aynan shu haqda ketyapti. Endi CRM ga keladigan bo'lsak, CRM ni to'g'ri to'ldirish. Mijoz ma'lumotlarini pasport qismini to'g'ri to'ldirish zarur bo'ladi. Bu nimaga kerak? Masalan, biz mijozimizni qayerda ishlashi, qayerda o'qishi, mana shulargacha to'ldiramiz. Chunki bu bizga muhim. Odatda bizni mahsulotlarimizni aynan qayerdagi, qaysi viloyatdagi yoki qaysi sohadagi yoki qayerda o'qiyotgan insonlar ko'proq sotib olyapti. Buni analitikasini chiqarishimiz uchun muhim. Shuning uchun mijoz ma'lumotlari to'liq va to'g'ri to'ldirilishi kerak bo'ladi. U erkak, ayol, yoshi, mana shunaqa masalalar ham sizga muhim bo'lishi mumkin. Ana shunday holatda rob bu narsalarni to'g'ri to'ldirilayotganligini nazorat qilish kerak bo'ladi. Va ba'zida ya'niki bu etaplar CRMda majburiy qilib qo'yiladi. Masalan, qaysi viloyatdaligini yozishingiz yoki tanlashingiz majburiy qilib qo'yiladi. Ish joyini yozishingiz majburiy qilib qo'yiladi. Bu tanlovli bo'lishi mumkin va tanlovsiz bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu joyni o'zida ochib ko'rsatib ketay CRMdan. Hop, mana bu bizni o'sha aytayotgan hozirgi mijozi pasport qismi. Tanlanyapti. Mijoz turi shifokor. Buni tanlasa bo'ladi. Bu qismni tanlasa bo'ladi. Lekin mana to'lov muddatini u o'zi mana bu yerdan tanlash kerak, belgilash kerak. Sotuv menejer o'zi istagancha belgilashi, o'zi istagancha yozishi mumkin bo'lgan qismni rob kontrol qiladi. Masalan, budjet. U bilan qanchaga kelishdik? Misol uchun mana aytaylik 1 million so'mga kelishdik. Mana shu 1 million so'mdagi kelishuvi bu joyga to'g'ri to'ldirilyaptimi yoki yo'q? Aynan mana shuni rob kontrol qiladi. Chunki bu etap majburiy bo'lgani bilan bu joyga bir raqamini bosib qo'ysa ham budjet qabul qilaveradi bu narsani. Bo'ldi, to'ldirilgan deb qabul qiladi. CRM keyingi etapga o'tkazaveradi. Lekin to'g'rimi, noto'g'rimi buni rob nazorat qilish kerak. To'lov muddatini rob nazorat qilish kerak. Va mana bu yerdagi bir qancha yana to'ldirilishi kerak bo'lgan jarayonlar bor. Mana shularni har birini rob nazorat qilish kerak bo'ladi. Nega nazorat qilish kerak? Chunki aynan mana shu nazorat qilinsa aniq analitika bizda bilinadi. Aniq analitika bilinadigan bo'lsa, siz
keyingi safar aynan kimga reklama qilish kerakligini, qayerdan issiq mijozlar olayotganligingizni aniq bilib turasiz. Va shu bo'yicha roblar marketing bo'limiga nima qiladi? Murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda demak, roblarimiz bu qismlarni to'g'ri to'ldirilayotganliklarini nazorat qilishlari kerak bo'larkan. Va menejerlar ana shu CRMdagi izohlarni, примеченияларni, kunlik jarayonlarni aniq va batafsil yozilganligini tekshirish kerak bo'ladi. Yana mana shu CRMga qaytamiz. Mana bu joyda mana CRMimda to'liq yozilyaptimi yoki yo'q, mana shuni tekshirish kerak bo'ladi. Masalan, telefonda gaplashyapti. Telefonda gaplashish davomida bu joyga примечение yozib ketilishi kerak edi. Masalan, buni asosiy og'riqlari falon ekan, mijozga keyingi safar mana bunaqa ko'rinishda taqdimot qilsam sotib olishga tayyor bo'ladi degan ko'rinishda bu yerda izohlar yozib ketish kerak. Mana ko'ryapsiz, bu yerda bugun to'lov qiladi ko'rinishida izohlar bor. Lekin bu to'g'ri izoh hisoblanmaydi. Aynan mana shuni ham sotuv bo'limi rahbari tekshirish kerak bo'ladi. Chunki mana bu sotuvchimizni biz yangi ishga qo'ydik, hali testoviy rejimda ishlayapti va mana shu etapda bu sotuvchimiz bog'lanib ko'ryapti. Noto'g'ri примечениялар yozyapti. Mana shunaqa holatlarni rob doim nazorat qilib turish kerak bo'ladi. Aynan mana shu haqda gap ketyapti. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, sun'iy intellekt AI yordamida audio tahlil qilish. Buni men o'zimni robimga vazifa qilib qo'yganman. Ya'ni hozir AIlarni bu CRMga avtomatik ulab qo'yadigan variantlari bir necha xillari chiqib ketgan. Telegram botlar orqali sizga xabar berib turadi. Ana shu har bitta mijozi o'zini kartochkasida sizga xabar berib turadi. Har xil AIlar chiqib ketgan. Lekin bularni balki sotuv bo'limini hali integratsiya qilib ulgurmagan bo'lsa AIlarga, rob eng kamida qilish kerak bo'lgan narsani o'rgataman hozir. Hali agar AIlar sotuv bo'limiga integratsiya qilib bo'linmagan bo'lsa, rob nima qilish kerak? Rob har bitta audioni, ma'lumotni olib, o'zi AIga solib, uni tekshirish kerak. Bunda 4 ta qadam bor. Har kuni 3 ta sotuvchini eng kamida 10 tadan audiosini oladi, jami 30 ta qo'ng'iroqqa oladi va ikkinchi qadamda uni AIga sotuv skriptini yuklanadi. Har bitta nimani o'zini sotuv skripti bor. Masalan, bizni ishxonamizda sotuv skripti mana shunday bitta kitob bo'lgan. Mana shuni yuklanadi AIga. AIga yuklagandan keyin haligi audiolarni ham yuklanadi-da, u yerga to'g'ri prompt beriladi. Promptda ham maxsus o'zi yozib chiqadi. Biz beradigan promptni o'zi mana shunchani tashkil qiladi. Mana shu promptda yozadi. Mazmuni qanaqa bo'ladi desa, men senga yuborgan mana shu 10 ta audioni tingla. Bu sotuv menejeri yuqoridagi sotuv skriptiga qanchalik amal qilyapti, qanchalik amal qilmayapti. Quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha buni baholab ber. Va mana shularni to'g'rilash uchun tavsiyalaringni ham ber. Va undan tashqari aynan qaysi audiosini qaysi qismini men eshitib chiqishim kerak. Ana shularni ham menga alohida ajratib ber. O'sha audiolarni men yana o'zim ham eshitib chiqib tahlil qilaman degan ko'rinishda prompt beradi. Prompt bergandan keyin audio uni filtrlaydi, sotuv bo'limi rahbariga qaysi audiolarda xato borligini aniq ajratib beradi hamda ana shu sotuvchini qaysi xatolarni to'g'rilash kerak, qaysi topshiriqlarni berib uni rivojlantirish kerakligicha beradi. Keyin 4-sida sotuv bo'limi rahbari tekshiruvi, rahbar AI ajratgan audiolarni eshitadi, tahlilini AI to'g'ri qildimi, noto'g'ri qildimi aniqlaydi va haligi sotuv menejerini chaqirib, unga o'sha vazifalarni beradi. Bu jarayonda qarang, ish juda ham tezlashadi AI yordamida. Juda ham tezlashib ketadi. Chunki rob 10 ta audioni hammasini eshitmadi. Bu joyda 30 ta audioni AI yordamida juda ham tez eshitadi va tez tahlil qiladi. Xato yoki to'g'ri ekanligini sirazi aniqlab olish imkoniyati bo'ladi va ana shuni aniqlab olgandan keyin mana ko'rganimizdek ish jarayoni tezlashib, sotuv menejeriga buni tushuntiradi. Google AI Studio bor, o'zbek tilini yaxshi tushunadigan. Google AI Studio orqali buni premium variantlari hech qancha pul turmaydi. Aynan mana shu men sizga aytayotgan narsani qilsa bo'ladi. Ya'ni sotuv bo'limiga integratsiya qilishingiz mumkin bo'lgan bir qancha sun'iy intellektlar bor. Bularni sotuvlari bilan targetlarda chiqib yotibdi. Ularda o'zingizga eng ma'qul kelganlarini yana mana shu o'zingizni call centeringizga integratsiya qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar hali integratsiya qilinmagan bo'lsa, sizga tavsiya qilgan bo'lardim bugundanoq mana shu Google AI Studio orqali men yuqorida aytgan promptni berib, sotuv skriptingizni yuborib, tahlil qilishni boshlashingizni.
Undan keyingisi mikro coaching sikli va spin texnikasi hisoblanadi. Mikro coaching siklida mana birinchi bo'lib rob xatoni aniqlash, skriptning qaysi qismida muammo borligini ro'yxatga olish kerak. Bu qanday bo'ladi? Yuqoridagi audioni eshitganingizdan keyin bo'ladi bu jarayon. Aynan skriptning qaysi qismida muammo bo'lyapti va ko'pchilik yo'l qo'yayotgan xatolarga yechim tayyorlashi, operatorlarga dars qilib o'tib berish kerak. Qaysidir xatolarni juda ko'pchilik yo'l qo'yadi. Ayrim xatolarni faqat ayrim menejerlargina qiladi. Shuni ajratib olish kerak. Demak, xatolarni skript bo'yicha aniqlagandan keyin hamma yo'l qo'yayotganlarni ajratib chiqadi. Bu bo'yicha alohida darslik tayyorlaydi va operatorlarga bu darslikni o'tib beradi. Yakkama-yakka spektakl qiynalayotgan menejerlar bilan xato bo'yicha yakkama-yakka mashq qilish kerak bo'ladi. Ya'ni, qiynalayotgan menejerlar aynan qaysi qismda qiynalayotgan bo'lsa, sotuv menejeri chaqiradi, mijoz bo'lib ko'radi. Sottirib ko'radi va qiynalayotgan joyini unga qaytadan o'zi sotuvchi bo'ladida, operatorini mijoz qilib turib, unga mana o'sha texnikalarni o'zi ishlatib, yana sottirib ko'radi. O'zi sotib ko'radi. O'zi sotib ko'radi. Mana shunaqa ko'rinishda almashinaveradi. Bir marta rob mijoz bo'ladi, ikkinchisida operator mijoz bo'ladi, rob sotuvchi bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda, demak, spektakl qilib, haligini trenirovka qilib, sotuv bo'limini, operatorini kuchaytirib oladi. To'rtinchisi esa shaxsiy namuna, ya'ni rahbarning o'zi xaridor bilan to'g'ri gaplashishni shaxsan ko'rsatib beradi. Mijozga telefon qiladi va ana shu mijozga skript bo'yicha qanaqa gaplash kerakligini shaxsan o'zi ko'rsatib beradi. Undan keyin beshinchisi, har doim spin mashqlarini qildirib borish kerak bo'ladi. Mijoz muammosini ochib beruvchi texnikani doimiy sotuv menejerlariga mashq qildiradi. Spin bo'yicha qanchalik sotuv menejerlari ishlayapti, qanchalik ishlamayapti, mana shuni roblar sotuv bo'limiga doim o'rgatib borish kerak, ko'rsatib borish kerak bo'ladi. Spin bu shu sotuvdagi eng yaxshi texnikalardan bittasi. Buni har bitta rob o'ylaymanki biladi va shuning uchun bunday mayda texnikalarga biz chuqurlashib o'tirmaymiz. Keyingisi, har bir sotuv menejeri misolida ko'rish shart bo'lgan raqamlar. Sotuv bo'limi rahbari har bir sotuv menejeri misolida kunda necha soat ishladi o'sha sotuv menejeri, jami necha daqiqa gaplashdi bir kunda, buni ko'rib turish kerak. Va harakat zichligi, bitta sotuv uchun nechta qo'ng'iroq amalga oshiryapti. Ya'ni, aytaylik 20 ta qo'ng'iroq qiladi, shundan bitta sotuv. Shuni doim ko'rib turish kerak. Bu har bitta sotuv menejerida har xil bo'ladi. Buni ko'rib turish kerak va ana shu sotuv menejeridagi bu bog'liqlikni topadi. Sotuv menejeri sotuvni oshirmoqchimi? Demak, qo'ng'iroqlar sonini qancha qilish kerakligini sotuv menejerining o'ziga isbotlab berib, ana shuni ko'rsatib beradi. Va har bir qo'ng'iroqning o'rtacha davomiyligi qancha davom etyapti. Buni ko'rish kerak bo'ladi. Bitta sotuv o'rtacha qancha daqiqada bo'lyapti. Bularni ham ko'rib turish kerak bo'ladi. Konversiya tezligi o'rtacha necha daqiqada bitta sotuv amalga oshiryapti. Buni bilish kerak. Ya'ni bir kunda 4 ta sotuv qildi va bir kunda u gaplashdi 400 daqiqa. Misol uchun, 400 daqiqa gaplashish nerealniy holat, 200 daqiqa. Demak, har 50 daqiqada bitta sotuv qilyapti. Va bu holat kechagi kun, undan oldingi kun hammasini ko'rganingizda o'rtachasi chiqadi. Ya'ni demak, bu sotuv menejer har 40 daqiqada sotuv qilar ekan degan xulosa chiqadi. 8 soatlik ish vaqtining ichida, demak, u 5 ta sotuv qilish uchun necha daqiqa gaplashish kerak, buni chiqarib qo'yasiz. O'ziga ham isbotlab berasiz. Mana shunaqa sotuvdagi analitikalar juda ham muhim hisoblanadi. Bularni sotuv menejerlarining o'ziga ham ko'rsatib berib, operatorlarga ko'rsatib berib, ularni natijalarini oshirsa bo'ladi. Shaxsan men o'zim mana shunaqa ko'rinishda ishlab ko'rganman. Va hozir ham sotuv bo'limini aynan mana shunday analitikalar ustiga quryapmiz. Bu sotuv ko'rsatkichlarini har bitta sotuvchi kesimida har kuni rob yuritish kerak hisoblanadi. Endi moliyaviy holat va qarzdorlikka rob boshqaradi. Ya'ni 100 million so'm umumiy kelishuv bo'ldi masalan. Mana shu 100 million so'm umumiy kelishuvni 70 million so'mini naqd to'lov qildirdi, 30 million so'mi qarzdorlik nasiya bo'lib qolib ketdi. Norma qancha edi? Norma belgilab berilishi kerak. Masalan, sotuv bo'limiga biz belgilab berganmiz. Norma aytaylik 80%. Ya'ni kelishuvning 80% undirilgan bo'lishi kerak. Qolgan qismi qarzdorlikda qolishi normal holat deb qaraymiz. Endi biz nima qilamiz? Robdan so'raymiz. Shu vaqtgacha bo'lgan kelishuvlar hammasi jami aytaylik 500 million so'm va qancha pul turibdi bizda? 300 million so'm. Bu qancha degani? Bu 60%. Nega 80 emas? Nega 60? Qayerda muammo bo'lyapti? Keyin rob har bitta sotuv menejerining misolida bu raqamlarni ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqqan vaqtda uni 10 ta sotuv menejeri bo'lsa, 3 tasi
100 million kelishuv qilgan bo'lsa 90 million so'mni undirib bo'lgan, 10 million. Demak, u biz qo'ygan normadan ham balandni bajaryapti. Lekin yana bir boshqa uchtasi borki, 100 million kelishuv qilgan bo'lsa, u 40 million undirgan. U normadan ancha pastda. Mana shularni tahlil qiladi, o'sha sotuv menejerlari aynan shu tomoni bo'yicha ishlaydi va natijada o'sha sotuv bo'limi mana shu sotuv bo'limiga qo'yilgan normani bajarish kerak bo'ladi. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim, bu video juda ham muhim. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, real ishlaydigan instrumentlarni, keyslarni beryapman va mana shularni imkon qadar layk, komment orqali qo'llab-quvvatlab ko'proq sotuv bo'limi rahbarlariga, ko'proq biznesmenlarga yetib borishiga hissa qo'shishingizni xohlagan bo'lardim. Bu videoni biznes egalari ham ko'rish kerak. Robdan nimalar talab qilish kerakligini bilib oladi. Sotuv bo'limi rahbarlari ko'rish kerak, nima vazifa bajarish kerakligini bilib olishgan bo'lardi. Va men bu videoni aynan mana shu o'zimni robim uchun yozyapman va bu robimdan talab qilayotgan narsalarim hisoblanadi. Qarzdorlik taqsimoti, reja fakti albatta ko'rilishi kerak. O'rtacha chek qancha bo'lyapti har bir sotuvchiniki albatta ko'rilishi kerak. Norma va normadan chetlashdan har bitta sotuvchi misolida aniq ko'rib turish kerak. Buni demak tushundik. Endi keyingisiga o'tamiz. Haftalik yig'ilish tartibi. Endi mana haftalik yig'ilish tartibida Xo'p, bu yerda bu slaydni ham o'zi men sun'iy intellekt yordamida qilgandim. Sun'iy intellekt ozgina adashibdi, lekin slaydni mazmunini tushuntirib o'taman sizlarga. Haftalik yig'ilish. Ya'ni sotuv bo'limi bilan haftalik yig'ilish bo'ladi. Mana shu haftalik yig'ilishda birinchi navbatda ROP nimani ta'minlash kerak? Har bir sotuv menejeri ishtirok etishini ta'minlash kerak. Bu haftalik yig'ilishi sotuv bo'limi rahbari sotuvchilarga shunday ko'rsatish kerakki, sotuvchilar bu biz uchun imkoniyat deb qarasin. Ya'ni mana shu xatolarim bor meni. Agar mana shu xatolarimni to'g'rilaydigan bo'lsam, meni savdoyim oshadi deb qarasin va bu haftalik yig'ilishda mana shular tahlil qilinishi kerak. Masalan, birinchi vazifasi ROPni bu joyda demak bo'lyaptiki, birinchi vazifasi har bitta sotuv menejerini qatnashishi. Qaysidir sotuv menejerlar ayrim sabablar bilan mana shu kuni ishga kelmay qolishi mumkin. Ularni onlaynda bo'lsa ham qatnashishini ROP ta'minlashi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, har bitta sotuv menejerini u kuzatishi kerak bo'lgan narsalar bor. Ya'ni nimalarni kuzatish kerak desa, mana shu. Har bitta sotuv menejeri, demak, birinchi kuzatish kerak bo'lgan narsasi bu kelishuv. O'sha kelishuvdan qancha tushum qildi, qanchasi tashqarida turibdi, o'sha sotuv menejerining o'rta cheki qancha, beshinchisi konversiyasi necha foiz bo'lyapti, odatda necha daqiqa gaplashganda, oltinchisi bo'lyapti bu, necha daqiqa gaplashganda sotuv qilyapti, uning sotuv sikli, ya'niki hamma sotuv menejerida har xil bo'lishi mumkin bu jarayon. Bitta menejerga birinchi aloqaga chiqqan vaqtdan boshlab to'lov qidirgungacha necha kun vaqt ketyapti, bu sotuv sikli hisoblanadi. Hamda o'rtacha nechta qo'ng'iroqda sotyapti? 8 ta bo'ldi. Yana esimga kelsa aytib qo'yaman. Umuman olganda mana shu 8 ta narsani demak ROP hamma sotuv menejeridan olib tahlil qilish kerak bo'ladi. Nechta qo'ng'iroq bajargani bir hafta davomida, necha soat ishlagani mana shularni ham qo'shimcha qilsa bo'ladi bunga. Demak, hammasini bir hafta davomida necha daqiqa gaplashgani bularni hammasini mana shu haftalik nimada ko'rib chiqish kerak bo'ladi yig'ilishda. Xo'p, haftalik yig'ilishda ko'rib chiqib, demak, har bitta sotuv menejeri aynan qaysi etapda qiynalayotganliklarini olib keladi va ularga yechim olib keladi. Keyingi haftada qilish kerak bo'lgan eng 3 ta top vazifani aniqlab olib keladi. Va birgalikda biznes egasi bilan bo'lishi mumkin, CEO bilan bo'lishi mumkin, sotuv bo'limi rahbari, o'zini sotuvchilari, CEO va biznes egasi bo'lishi mumkin. Haftalik mana shunday sotuv bo'yicha ko'rib turishadi. Mana bu joyda o'sha o'rta chek ko'rilyapti, sotuv sikli, mana qo'ng'iroqlar, qarzdorlik, kelishuv va tushum holatlari hammasi mana ko'rinib turibdi. Mana bu yerda grafiklarda. Grafikda yaxshi ifodalar berilibdi-yu, lekin mana bu yozuvlarda biroz xato bo'lgan ekan. Endi esa, demak, tushunib oldik. Hozir men 10 ta ko'rsatkich sanab berdim sizga. Sotuv bo'limidan, sotuv menejerlaridan, operatorlardan har biridan siz olishingiz kerak bo'lgan mana shu 10 ta ko'rsatkichni haftalik hisobotga tayyorlaysiz va haftalik reja qilasizlar. Haftalik yig'ilishda mana shular har birini birga tahlil qilasizlar. Haftalik yig'ilishda ko'pchilik qiladigan xato bor. Mana shunaqa qilmaslik kerak. Nega seni konversiyang past? Nega mana buncha mijozni uvol qilding? Degandaqa ko'rinishda sotuvchilarni, jamoadoshlari kamsitadigan ko'rinishda, ularni
stresslarni uyg'otadigan ko'rinishda haftalik uchrashuvlar o'tkaziladigan bo'lsa, bu haftalik uchrashuvlarda keyinchalik ular yopiq miya bilan kelishadi va yopiq miya bilan kelgandan keyin bu haftalik uchrashuvlarni natijasi bilinmaydi. Ular yopiq miya bilan kelmasligi uchun bu joyda imkon qadar pozitivlik ushlab turiladi. Yaxshi natijaga erishganlar bu joyda taqdirlanadi va qarang, siz mana joyda mana xato qilyapsiz ekan, keling men sizga yordam beraman. Mana shu ishlarni qiladigan bo'lsangiz, bu xatolarni to'g'rilaymiz. Keyin mana bulardan ham kerak bo'lsa yaxshi natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi siz. Kelishdikmi degan ko'rinishda pozitiv yondashish kerak bo'ladi va mana shundan keyin haftalik rejalar siz xohlagandek ko'rinishda o'tadi. Xo'p, va bitta sizga yana tavsiya haftalik uchrashuvlarni o'tkazishda, agar buni biznes egalari ko'rib turgan bo'lsa, haftalik uchrashuvlar qanaqa ko'rinishda tashkil qilish kerak? Birinchi bo'lib turib, top menejerlar atrofida tashkil qilinadi. Mana shu haftalik uchrashuvda moliyachi, rob, marketolog, HR, shunga o'xshagan bo'lim rahbarlari hammasi qatnashadi. Top menejerlar. Ularning ham haftalik rejalari bo'ladi. Ana shu haftalik rejalarni sizga topshirishadi. Va ana shunda haftalik reja nima edi? Bu reja bajarilishi uchun nimalar qilindi va mendan nima yordam? Mana shu tartibda ketish kerak bo'ladi. Nimalar qilindi? Birinchi o'rganiladi. Endi esa mendan nima yordam? Mana shu reja bajarilmabdi, bajarilishi uchun mana keyingi safarga mendan nima yordam degan ko'rinishda o'tkaziladi. Mana shunaqa ko'rinishda biznes egasi haftalik rejani o'tkazgandan keyin har bitta top menejer o'zini bo'limi bilan o'sha haftalik uchrashuvda olgan rejalari borib turib, o'zini bo'limi bilan taqsimlaydi. Ya'ni haftalik rejalarni qo'yadi. Qo'yib turib, ana shu bo'limga vazifalarni beradi. Vazifalarni berayotganda ham xuddi sizdek, ya'ni biznes egasi top menejerlar bilan o'tkazgandek ko'rinishda o'tkazadi haftalik uchrashuvni. Mana shunda biznes ancha stabillashib boradi. Oylik rejalar asosida emas, haftalik rejalar asosida ishlash vaziyatga to'g'ri baho berish, vaqtida aniqlashga yordam beradi. Bu bo'yicha mavzu uzayib ketyapti, lekin juda ham muhim bo'lgani uchun qayta ta'kidlab aytishimga to'g'ri kelyapti. Xo'p, keyingisi marketing va sotuv integratsiyasi, lidlar manbasini kuzatish. Sotuv bo'limi rahbari nima qilish kerak desangiz, mana sotuv bo'limi rahbari har bitta platformadan kelayotgan lidlarni manbasiga e'tibor qilishi shart. Ya'ni bu nima degani? Bu YouTube'da masalan YouTube'da bir nechta video bor. 5 tami video bor. 5 tala video ham lid olib kelishga xizmat qiladi. Qaysi videodan qanaqa lid kelayotganligini aniqlash uchun har bitta videoga alohida forma qo'yish kerak bo'ladi. Alohida tag bilan tushish kerak bo'ladi. Ana o'shanda sotuv bo'limi rahbari ana shu taglarni ko'rib turib, qancha lid kelayotganligini biladi. Bu hammasi degani emas. Mana keyingi slaydda yana qolganini batafsil tushuntiraman. Ya'ni nechta lid kelayotganligini aniqlash o'zi kifoya emas. Hozircha bu slayddan tushunadiganimiz, demak, bitta platforma, bitta YouTube sotish uchun 5 ta video qo'yildi. 5 tasiga 5 xil tag qo'yish kerak bo'ladi. Biz kelayotgan har bitta videoni, aynan har bitta lidni qaysi videodan kelayotganligini bilishimiz uchun. Endi Instagramda ham xuddi shunaqa ko'rinishda ishlatsa bo'ladi. Instagram target yoqamiz. Buni har xil ko'rinishda qilsa bo'ladi. Bitta videoni targetdagi bir necha gruppalarga bog'lab qo'ysa bo'ladi. Ana shu guruhlarga tek qo'ysa bo'ladi yoki bo'lmasa har bitta videoni o'ziga tek qo'ysa bo'ladi. Bu qaysi usulda target yoqayotganingizga qarab turib qilasiz. Aynan qaysi video sizga zo'r lidlarni olib kelayotganini bu joyda ko'rish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni sotuv bo'limi rahbari mana shuni marketingdan talab qilish kerak. Shuni nazarda tutyapman. Marketingdan shuni talab qiladigan bo'lsa, marketing bu ishni qilib beradigan bo'lsa, ikkovining integratsiyasi yaxshi bo'lgan bo'ladi. Telegramda ham xuddi shunaqa, qaysi post yoki qaysi botlar orqali, qaysi kanallar orqali yaxshi lid kelayotganligini shu taglar yordamida aniqlab olish kerak bo'ladi va mana shu taglarni ham sotuv bo'limi rahbari marketing bilan kelishgan holatda aniq bilib turish kerak bo'ladi. Bu har bir tushgan lidni manbasi 100% aniqlash imkoniyatini bildirtiradi. Va eng yaxshi mijozlar qayerdan kelayotganini aniqlab berishi strategik imkoniyatini beradi. Endi sotuv bo'limi rahbarida mana bu yerda ko'ryapmiz. Sotuv bo'limi rahbari lidlar miqdori va sotuv sifatini analiz qilishdagi ikki xil yondashuv bor. Hajmga asoslangan kanal bor. Bu soni ko'p bo'lishi mumkin, lekin sifat kam bo'lishi mumkin. Sifatga asoslangan kanal bor. Buni ajratib olish kerak bo'ladi ikkovini bir-biridan. Masalan, hajmga asoslangan kanal. Aytaylik, Instagramda bitta video yoqdingiz. U sizga zo'r lid olib kelyapti. Mana 100 dona lid olib keldi, lekin
Mana shu 100 ta liddan sotuvi bo'ldi 5 dona. Bu degani bu lidlardan 5 ta sotib bo'layotgan bo'lsa 5% konversiya beryapti. Endi boshqa video bor. U videosiga 10 dona lid olib keldi, lekin sotuv konversiyasi 8 ta. Bu degani 80% konversiya beryapti sizga. Nima qilamiz? A, Nima qilamiz bu joyda desa, qarang. Bu sotuv bo'limi rahbariga qanaqa aloqadorligi bor? Mana bu 100 ta lidni обработка qilishga sotuv bo'limi menejerlarini, operatorlarni vaqti ketadi. Bu vaqtni o'g'irlaydi, samaradorlikni pasaytiradi. Shuning uchun bularni aniq tushunish kerakki, e, u bilishi kerak. Tushayotgan teglarni har birini, lidlardagi teglarni har birini analiz qilib, sotuv qismida aynan qaysi teg bilan videolar ko'pligini analiz qiladi va aynan o'sha videolarga targetda budjet ko'paytirib qo'yishni targetologdan iltimos qiladi. Mana bu tushayotgan 100 ta lid, misol uchun $1 tushayotgan bo'lsa, $100 vaqt xarajat ketyapti, lekin sotuv $100 ga 5 ta sotuv bo'lyapti. Mana bu tushayotgan lid $3 dan tushayotgan bo'lsa, $30 xarajat ketyapti 10 ta lidga, lekin $30 ga 8 ta sotuv bo'lyapti. Bu qaysi biri yaxshi degani, tushunyapsiz-a? Ya'ni lidda arzon tushayotganligini o'zi yaxshi natija degani emas. Ana shuning uchun sotuv vaqtidagi mijozlar aynan qaysi videodan tushyapti, qaysi kanaldan kelyapti, buni analiz qilish ro'p uchun muhim. Ana o'shanda bu sotuvni nimasini oshiradi, samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari bu moliyachiga ham muhim, bu biznes egasiga ham muhim, bu hamma uchun muhim bo'lgan jarayon hisoblanadi. Aynan mana shuni aniqlab olgandan keyin biznesda anchagina samaradorlikni oshirish mumkin bo'ladi. Undan keyingisi va bu oxirgisi hisoblanadi. Xulosa shuki, sotuv bo'limini boshqaruvda sotuv bo'limi rahbari, demak, 4 ta ustunni mahkam ushlash kerak. Ana shunda sotuvni to'liq ekotizimi ishlab turadi. Avtomatizatsiya, xatolarni topish, bu bilan doimiy ishlash kerak. Sotuv bo'limida avtomatizatsiya bo'lishi kerak. AIlar bilan ishlash kerak. Undan keyin marketing bilan teglar, sifatli lidlar, budjet masalasida hozirgi yuqorida ko'rsatilgan ko'rinishda doimiy kommunikatsiya bo'lishi kerak. Birgalikda sotuv bo'limi va marketing integratsiya bo'lgan holatda ishlash kerak. Kunlik analitika, vaqt, o'rtacha chek, nasiya, bu narsalarni har bitta sotuv menejeri misolida sotuv bo'limi rahbari ko'rib turishi kerak bo'ladi va inson kapitali. Ya'ni bu joyda bitta narsani men qo'shimcha qilaman. Siz shu fikrimga qo'shilasizmi, yo'qmi, izohlarda o'zingizni fikringizni qoldirishingiz mumkin. Doim men o'zimni jamoamga aytadigan bir gapim bor. 10 ta 1000 so'mlik pul yig'iladigan bo'lsa 10 ming so'm bo'ladi. Lekin 10 ta 200 ming so'mlik pul yig'iladigan bo'lsa bu 2 million so'm bo'ladi. Bu joyda son o'zgaryaptimi? Son o'zgarmayapti. Lekin qiymat o'zgaryapti. Bunisida 10 ta pulli jamlanmasi 10 ming so'm, bunisida esa 2 million so'm deymanda. Ya'ni xuddi shu ko'rinishda sotuv bo'limi rahbari o'zini sotuvchilariga investitsiya kiritishi kerak. Bilim tomonlama, tajriba tomonlama. Uni 4 ta sotuv menejeri kuchli bo'ladigan bo'lsa, u katta-katta sotuvlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Unga 10 ta sotuv menejerining o'zi kerak bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mana shu inson kapitalini rivojlantirish ustida ham alohida ishlash kerak. Bu fikrga qanchalik qo'shilasiz, izohlarda o'zingizni fikringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Zamonaviy sotuv bo'limi rahbari u shunchaki sotuv bo'limini nazorat qilmaydi. U ma'lumotlar ni yaxshilab o'rganadi, analitik bo'ladi u va daromadga olib keluvchi har bitta qadamni yaxshi biladi. U sotuvchini psixologiyasi bo'lsin, u boshqa raqamlar bo'lsin, marketingga oid ish bo'lsin, farqi yo'q. Har birini yaxshi biladi. Va oxirida yana sizga bonus sifatida bitta narsa, mana shu prezentatsiyada o'rgatilgan hamma ma'lumotni checklist ko'rinishiga keltirganmiz. Mana bu yerda ana shu sotuv bo'limi rahbarining qiladigan checklisti bor. Mana ko'ryapsiz. Yo'riqnomasi, checklisti bor. Kundalik qiladigan ishlari, sotuv bo'limi rahbarining, demak, ish ritmi, birinchisi kundalik, ikkinchisi haftalik, keyingisi strategik ishlarga bo'linadi. Kundalik har kuni qiladi, haftalik haftada bir marta, strategik oy yoki loyiha kesimida qilish mumkin bo'ladi. Endi uni kundalik operatsion checklistini ko'rib chiqadigan bo'lsak, 10 ta ish bor ekan. Mana bu yerda ko'ryapsiz. Ertalab yangi lidlarni to'g'ri menejerlarga taqsimlash, lidlarni menejerlarga konversiyasi hozirgi ish hajmidan kelib chiqqan holatda berish, sotuv menejerlarining onlayn ofisda sotuv menejerlarining onlayn ofisda e'lon qilib borilishi zarurati to'g'risida. Ya'ni menejerlar har kuni qilgan natijalar onlayn ofisda tushishi kerak bo'ladi. Bu joyda masalan kutilgan natija berilyapti. O'ng tomonda mana shu orqali ham ko'rsangiz bo'ladi. Bu nima degani? Masalan, har bitta sotuv menejeri bir kunda qancha ishladi, qancha daqiqa gaplashdi, nechta qo'ng'iroq amalga oshirdi, mana shunaqa natijalarni
o'zini, ya'ni biz onlayn ofis deymiz, guruhda e'lon qilib borish kerak har kuni. Har kuni shu 6 ta narsa bor. 6 ta narsani e'lon qilib borish kerak bo'ladi. Mana shu 6 ta narsa qanaqaligini ham hozir sizga ko'rsatib beraman. E'lon qilib borish kerak bo'ladi va mana shu e'lon qilib borgandan keyin sotuv menejerlari ham o'zi ertangi kun uchun kechqurun meni natijalarim e'lon qilinadi deb turib reja tuzadi. Reja tuzib, imkon qadar samarali ishlashga harakat qiladi. Mana shu e'lon qilishni o'zi ham sotuv menejerining samarasini oshiradi. Va loyihani boshlashdan oldin aytganimizdek shu ta'riflar masalasini aniq qilib oladi. Menejerlar jarayon davomida tug'ilgan har qanaqa savolga sotuv bo'limi rahbari javob beradi. CRM, pasport, izoh, status, mijoz ma'lumotlari to'g'ri kiritilish qismlarini tekshiradi va har bir menejerning kundalik tahliliy audiosini eshitib chiqadi. 3 ta menejer eng kamida 10 tadan jami 30 tasini AI yordamida eshitadi. Kunlik tushum, KPI ko'rsatkichlari va hisobotlarni tekshirib boradi. Tushum va nasiya qarzdorliklar nisbatini ko'rib chiqadi. Bularni hammasini bir kun davomida qilish kerak va har kuni qiladigan ishlari. Va bu iziga tushib qolgandan keyin bu jarayonni qilish uchun u atigi 4-5 soat vaqt sarflaydi. Batafsil, chiroyli, zo'r ko'rinishda qilish uchun. Masalan, sotuv bo'limi rahbari ham 8 soat ishlasa, 4 soatda bu masalani hal qilib qo'yadi. Bu juda ham qiyin ish emas. Ba'zida 3 soat, ba'zida 4 soat, ba'zida 5 soat vaqt ketishi mumkin. Lekin umuman olganda shu 3 soat bilan 5 soat orasida bu masalani hal qilib qo'ysa bo'ladi. Endi haftalik ishlarga o'tadigan bo'lsak, mana har bir menejer kesimni qo'ng'iroqlar soni, davomiyligi, konversiyasi o'rtacha chekin tahlil qiladi. Bitta sotuv uchun nechta qo'ng'iroq va qancha vaqt sarflanayotganligini o'lchaydi. Qiynalayotgan menejerlar bilan individual treninglar, spektakllar o'tkazadi. Bular har bittasi haftalik qilinadigan ishlar. Mana 1 dan 8 gacha yozilgan. Video uzun bo'lib ketmasligi uchun qisqartiraman. Va mana sizga videoni oxirigacha ko'rganligingiz uchun bonus. Aynan mana shu nimani, chek-listni qayerdan olishingiz kerakligini videoni eng so'ngida aytib o'taman. Prezentatsiyani ham, chek-listni ham, undan tashqari hozir KPI ni sizga tushuntirib o'taman. Sotuv bo'limiga qo'yilishi kerak bo'lgan KPI ni. Mana shu KPI ni ham sizga hammasini shundayligicha o'zimni Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Ana shu yerdan olib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, endi mana strategiya va marketing integratsiyasi chek-listida sotuvlar qaysi kanallardan bo'layotganligini tekshirish, YouTube, Telegram, Instagram, boshqa yana har bir lead manbasini bilish, kam lead berib ko'p sotuv qilayotgan kanallarni aniqlash, buni tushuntirdik. Marketing byudjetlarini optimizatsiya qilish bo'yicha rahbariyatga takliflar kiritish, menejerlar reja bajara olmaganda qo'shimcha takliflar yoki aksiyalar ishlab chiqarish holatlarini, bularni hammasini va mana bu yerda 6, 7, 8-lari ham bor. Har birini haftalik davomida u bajarishi kerak bo'ladi. Haftalikdan tashqari, ya'ni doim bular nazorat qilish kerak. Haftalikda bajaradiganlar mana yuqorida. Bularnichi desa, bularni u doim nazorat qilib borish kerak. Bu strategik ko'rsatkichlar hisoblanadi. Endi keyingisi, u kuzatish shart bo'lgan raqamlarni bu yerda mana alohida qilganmiz. Ya'ni lidlar sonini doim kuzatadi. Nima uchun kerak? Mana bu yerda berilgan va qanday tahlil qilish bu yerda berilgan. Kunda kuzatadimi, haftada kuzatadimi bu yerda berilgan. Qo'ng'iroqlar sonini doim kuzatadi. Konversiyani doim kuzatadi. O'rta chekka, tushummi, qarzdorlik nasiyani va kanal sifatini bularni demak u doimiy kuzatib borishi kerak bo'lar ekan. Endi haftalik yig'ilish uchun tayyor xulosa shabloni yana bu yerda berib o'tilgan. Bu chek-listni siz yuklab olishingiz mumkin bo'ladi va mana shu sotuv menejeri to'g'ri ishlayaptimi, noto'g'ri ishlayaptimi, ularni eng o'sha asosiy 10 ta qismini nazorat qilish orqali ro'p to'g'ri ishlayotgan, ishlamayotganligini bilsangiz bo'ladi. Mana shu nazorat qismlari bu yerda ko'rsatib o'tilgan. O'ylaymanki, bu chek-list asosida ishlasangiz, sizni sotuv samaradorligi, sotuv bo'limi rahbarining sotuv samaradorligi oshadi. Biznes ancha oldinga yurib rivojlanadi. Endi esa men sizga hozir aynan sotuv bo'limiga qo'yilayotgan KPI qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Xo'p, bu joyda hozir KPI sizga tushuntirib o'taman. Mana sotuvchimiz, sotuv menejerimiz oylik daromadi maksimal masalan 14.600.000 so'mgacha chiqishi mumkin. Biz buni bu joyda ko'rsatib qo'yganmiz va qanday chiqishi kerakligini mana tushuntiramiz. Har kuni ko'riladigan minimum, ularni mana shu 6 ta ko'rsatkichini har doim nazorat qilib boramiz. 8 soat ish vaqti bajarilyaptimi har kuni? 100 ta qo'ng'iroq aloqaga chiqyaptimi? Kun davomida 180 minut gaplashyaptimi? 90% qayta aloqa degani o'zi qayta rejalashtirilgan qo'ng'iroqlarni 90% ga o'z vaqtida aloqaga chiqyaptimi? CRM tozaligi, ya'ni o'sha primichendalar, zadachalar, shular masalan to'g'ri to'ldirilayotganligi bu 95% bo'lishi kerak. Va ball, sifat ball deganda bu buni ham hozir sizga ko'rsataman. Dars bonus bo'lib ketyapti o'zi.
har kuni sotuv bo'limi e, menejerlari o'zi 3 ta audiosini qayta eshitib chiqadida xatolarini topadi va uni Robiyani qayta eshitish kerak bo'ladi. Ana shu ball nazarda tutyapti. Buni alohida to'xtalamiz. Mana shu 6 ta ko'rsatkichga biz mana jami holatda 4 million so'm pul belgilaganmiz. Ish vaqtiga 1,5 million so'm, haftada 22 haftada 5 kun, bir oyda 22 kun ishlaydi va mana shu 22 kunga 176 soatga 1,5 million so'm. Chiquvchi qo'ng'iroqlar 2200 ta bo'ladi. Kuniga 100 tadan bunga 600 ming so'm. Gaplashish minutiga 600 ming so'm. Qayta aloqaga 300 ming so'm, CRM tozaligiga 500 ming so'm, qo'ng'iroq sifatiga 500 ming so'm qilib belgilaganmiz. Va mana shuni hammasini 4 million pulni olish uchun bularni har bittasiga amal qilish kerak. Bu sotuvga bog'liq bo'lmagan KPI puli. Umuman sotuvga bog'liq bo'lmagan ko'rsatkichlar bu. Ya'ni shularni qilsa, sotuv bo'lsa-yu bo'lmasa mana shu pulni oladi degan. Endi sotuvga bog'liq bo'lgan qismini qanaqa belgilaganmiz desa, masalan, biz reja qo'yganmiz, bir oyda 100 million so'm tushum qilish kerak. Rejani 70% ni bajarsa 70 million so'mga chiqsa, 3% sotuvdan beramiz. Sotuv bonusi o'shanda 3% 2 million 100 ming so'm bo'ladi va yuqoridagi 4 million so'm bilan birgalikda u 610 ming so'mni 6 million 100 ming so'mni tashkil qiladi. Agar rejaga yetib borsa, ya'ni 100% rejaga yetib borsa, 100 million so'm bo'lsa, mana shu 3% 5% qilib beramiz. O'shanda u 5 million so'm bo'ladi. Tepadagi 4 million so'mni ham to'plasa, jami 9 million so'm bo'ladi. Agar u 120 million so'm tushum qilsa, rejadan oshirib qo'ysa 20%, unda unga 150 ming so'm yana qo'shimcha pul. Ya'ni mana shu qismini siz o'zingiz biznesingizga moslashtirasiz. 3% emas, 1% bo'lishi mumkin, chekingiz katta bo'lsa, yoki 10% bo'lishi mumkin, yoki 8% bo'lishi mumkin. Bu o'zingizni holatingizga bog'liq. Tepadagi 4 million so'm ham xuddi shunaqa. Kimdirda 2 million so'm bu, kimdirda 5 million so'm, bu ham sizga bog'liq. Lekin bu joyda siz shablonni olsangiz bo'ladi, sonlarni o'zgartirib olaverasiz. 5% ga 150 ming qo'shimcha qilyapsiz. Siz buni xohlasangiz 500 ming qilib qo'yishingiz mumkin va oxirida 10 million 150 ming so'm bo'ladi. Agar 150%, ya'ni rejani 150% bajarsa, 150 millionga yetib borsa 300 ming so'm qo'shib beramiz. 200 millionga yetib borsa 600 ming so'm qilib qo'shib beramiz. Agar undan oshirsa, masalan, 1 million so'm qilib qo'shib beramiz va oxirida mana 14 million 600 ming so'm, demak, sotuv menejeri pul olish mumkin ekan. Mana shu narsani biz bitta listga chiqarib, har bitta sotuv menejerining kabinasiga ilib qo'yganmiz. Va u har doim ana shuni ko'rib turadi. Qaysi raqamlarni u mana bu yerda bajarishi kerak kun davomida va qaysi biridan qancha pul oladi. Hammasini hisoblash qiyin bo'lmasligi uchun chiqarib ilib qo'yganmiz. Siz ham xuddi shu ko'rinishda chiqarib ilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi sizga yaxshi bonus sifatida men ko'rsataman degan yana bitta jarayonni ko'rsatib ketaman. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Biz har bitta sotuv menejerini bu joyda o'zini baholash uchun mana ismini yozib, ularga alohida link qo'yib qo'yganmiz. Har bitta sotuv menejeri mana shu link ustiga bosadi va kiradi. Bosib kirganidan keyin unda mana bu oyna ochiladi. Ya'ni u nima qiladi desa, o'zini baholaydi. Mana tanishuv qismida bu yoqqa o'tib qolibdi. Tanishuv qismida u o'zini baholaydi. Mana birinchi kundan ketyapti. Qaysi audioni eshitganligini mana bu joyga linkini qoldirib qo'yadi. Kirganingizda ana shu audio ochiladi. Demak, mana shu audioni eshitibdi u. Tushunyapsiz-a? Mana 7 daqiqalik mana shu audioni eshitdi-da va mana shu 7 daqiqalik audio misolida o'zini baholayapti. Salomlashish, tanishish etapi bo'ldimi? Bor bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0 qo'yadi. Suhbatni 20 soniyadan so'ng mijozni ismini, agar u birinchi kiruvchi qo'ng'iroq bo'lgan bo'lsa, oddiy ko'rinishda so'rab olib, keyin ismi bilan murojaat qildimi? Bor bo'lsa 1, yo'q bo'lsa 0. Mana shunaqa ko'rinishda 1 0 1 0 qilib baholab ketadi va mana bu joyda mana siz ko'ryapsizki, ravon nutq, asoslab berish, bahslashmaslik, e'tirozlar bilan ishlash jarayonida taqdimotda nimalar qilishi, hammasi, kelishuv qanaqa bo'lishi, hammasini mana u o'zi eshitib chiqib baholaydi. Mana shu bo'yicha va buni Rob eshitadi. Ya'ni kiradi mana bu yerga, link ustiga bosadi, Amazonda mana shu audioga o'tadi va eshitadi. Eshitgandan keyin to'g'ri baholadimi, noto'g'ri baholadimi, mana shuni tekshiradi. Va mana shu tekshiruv borligi uchun har doim sotuv menejer o'zini to'g'ri baholashga harakat qiladi. Va u o'zini baholarkan xatolar qaydaligini ko'radi va keyingi safar bu xatolarni qilmaslikka harakat qiladi. Biz sotuv bo'limini sistemasini mana shunaqa ko'rinishda qilganmiz va sizga bonus bo'lishi uchun bu narsani ochiq tashlab qo'yyapman. Video qanchalik manfaatli bo'lyapti, fikrlaringizni qoldiring izohlarda. Oshiqcha svetlar, oshiqcha kameralar qilmasdan shunday ekran zapis qilib bu narsani ilhom kelib qolgan paytda ulashishga harakat qildim.
Bu videoni qanchalik to'pga chiqishiga qarab turib, bunaqa ma'lumotlar o'zi qiziq bo'lyaptimi yoki yo'q, shunga qarab turib, yana boshqa raqamlarni qanaqa ishlatish kerakligi, biznesda yana qanaqa qilib turib, sotuv bo'limidan hozir talab qilgandaqa HRdan, marketologdan, moliyachidan talab qilinishi kerak bo'lgan raqamlar, bularni hammasini shu ko'rsatib o'tishga harakat qilaman va bugun sizga ko'rsatgan mana shu cheklistimni, undan tashqari mana buni KPIni, undan tashqari mana bu prezentatsiyani va bundan tashqari mana bu sotuv bo'limi rahbarini chek-listini 4 ta narsani videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun o'zim kanalimga joylab qo'yaman. Mana shu Telegram kanalimni linkini bu videoni ostida qoldiraman. Agar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, o'ylaymanki buni layk bilan qo'llab-quvvatlaysiz, fikrlaringizni yozib qoldirasiz. Bu video qanchalik to'pga chiqishiga qarab, men yana boshqa videolarni qilishim mumkin bo'ladi va buni kimga yuborgan bo'lardingiz? Buni o'zingiz ishxonangizni, jamoangizni guruhlarga tashlab qo'ysangiz bo'ladi linkini. Ular ham ko'rib manfaatdor bo'lishi mumkin. Do'stlaringizga ulashsangiz bo'ladi. Niyatimiz faqatgina shu imkon qadar shu narsalarni ko'proq odamga yetkazish. Siz ham bunga hissa qo'shsangiz, Xudo xolasa, sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir degan hadisga muvofiq siz ham ajriga sherik bo'lasiz. Asosiy aytishim kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aytgancha, atrofda bo'layotgan qanaqadir shovqinlarga, orada bo'lgan mana shunaqa shovqinlarga rozi bo'lasizlar. Bu videoni bezmontaj holatda shundayligicha YouTube'ga joylaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.